Muhtasham 100 yil aktyorlarining farzandlari qanday ko'rinishda? Afsonaviy Muhtasham 100 yil seriali yakunlanganiga 10 yildan oshgan bo'lsa-da, loyiha aktyorlari hanuz muxlislar diqqat markazida qolmoqda. Serialdagi mashhur yulduzlarning aksariyati hozir baxtli ota-onaga aylangan va ularning farzandlari ham internet foydalanuvchilari orasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Meryem Uzerli, Xurram Sulton obrazi bilan tanilgan Meryem Uzerlining katta qizi Lara 2014-yilda dunyoga kelgan. Muxlislarning aytishicha, qizaloqning mimikasi va xarizmasi onasini eslatadi. Aktrisaning 2021-yilda tug'ilgan ikkinchi qizi Lili ham internetda tez-tez muhokama qilinadi. Xalit Ergench, Sulton Sulaymon rolini ijro etgan Xalit Ergench va aktrisa Berguzer Korel 3 farzandni tarbiyalamoqda. Ularning to'ng'ich o'g'li Ali 2010-yilda tug'ilgan bo'lib, ota-onasining aytishicha, u kichik ukasi va singlisiga juda mehribon. Kenja o'g'li Xon 2020-yilda, qizi Laylo esa 2021-yilda dunyoga kelgan. Nur Fettaqo'g'lu, Mohi Davron rolini o'ynagan Nur Fettaqo'g'luning qizi Elisa 2016-yilda tug'ilgan. Dastlab muxlislar qizaloqni ko'proq onasiga o'xshatishgan bo'lsa, hozir ko'pchilik unda otasining qiyofasi ko'proq aks etayotganini aytmoqda. Aktrisa turmush o'rtog'i bilan ajrashganiga qaramay, qizining tarbiyasida ikkisi ham faol qatnashmoqda. Pelin Karaxan, Mehri Xotun rolini ijro etgan Pelin Karaxanning 2 o'g'li bor. Ali Demir 2014-yilda, Jon Eyub esa 2017-yilda tug'ilgan. Hozircha ular aktyorlikdan ko'ra futbolga ko'proq qiziqayotgani aytilmoqda. Vahida Perchin, serialdagi yana bir Xurram. Vahida Perchinning qizi Aliza esa allaqachon onasining izidan ketgan. U filmlar va seriallarda suratga tushishni boshlagan bo'lib, muxlislar uni kelajakning yangi yulduzlaridan biri deb hisoblamoqda. Xo'sh, sizningcha qaysi aktyorning farzandi ota-onasiga ko'p o'xshaydi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shu kabi qiziqarli ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun Toshkentliklar 24 kanaliga obuna bo'ling.